Islom Karimov ko'chasidan kvartira so'ragan mijozlarimiz uchun, ya'ni yangi bozorda 21-domda bir xonalik yangi planirovka xonadonimiz sotuvga qo'yilgan. Ikkinchi etajga ko'tarilganimizda to'g'ridagi eshikka kirganingizda mana shu xonadonimizga kirasiz. Kirganingizda shunaqa kengina prixoshkamiz kutib oladi. Prixoshkaga bitta mebel qilgani ham anchagina joylari bor. Endi mehmonxonamizga keladigan bo'lsak, mehmonxonamiz remontdor immuniso holatida o'zingizdan dedingizga moslab remont qilasizlar. Endi keyingi prixoshkamizdan sanuzulimizga keladigan bo'lsak, o'ng tomonimizda mana sanuzulimiz joylashtirilgan. O'zini aristonlarigacha bor. O'zi bu xonadonimiz bir xonani ikki xona qilingan. Bu xonadonimizni 2 ga 3 kattalikda bo'lgan, balkoni ham bor. Oshxonamizni balkon qismiga ko'chirib qo'yilgan. Bu xonani bitta yoki detskiy yoki spalnya qilsangiz bo'laveradi. Bu xonamizda turgan xonadinni ham sizga bonus qilib tashab ketar ekanlar. Endi mana oshxonamizni ko'rishingiz mumkin. Balkonimiz ham kengina. Quyoshlar tushib turadi. Lokatsiyasi ham juda zo'r joyda. Ham dunyo binosidan kirsangiz ham bo'ladi. Yo'l bo'yiga bir qadam chiqsangiz bozor. Bu tomonga bitta mashinaga o'tirsangiz, xohlagan lokatsiyaga ketsangiz bo'ladi. Narxiga keladigan bo'lsak, 22.500 yana barakasiga oz-moz kamaytirib berar ekanlar. Egalari nomidan har doimgidek videoni opsiyatsida topishingiz mumkin.